Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Xitoyni 4-kun ko'rgazmasidamiz. Ko'rgazmamizda eng qiziq O'zbekistonda hozirda eng qiziq trendga chiqayotgan bizneslardan biri, ya'ni cherepetsa, shunaqa sheferlarni, tunuka sheferlarni ishlab chiqaradigan apparatlar nech pulga tushishini sizlarga Alloh xohlab qilgancha ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Videomizga like bosib qo'ying va oxirigacha tomosha qilsangiz bu apparat nech pulga tushishini ham sizga aytib o'tmoqchiman. Xudo xolasa boshladik. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, har xil turdagi naqshli, yo'lakli yoki naqshli deb qo'yishar ekan bular, sheferlarni chiqarib bera olar ekan, cherepetsalarni. Ko'rayotganlaringizdek, bularni hozir o'zi qanaqa holatdagi naqshli cherepetsani xohlasangiz, xuddi shu miyasiga kiritib qo'yasiz, sensor orqali va shu orqali bu yerda ishlab chiqarilar ekan. Va bu yerda nimalarni sozlashingiz mumkin, uni qalinligini sozlashingiz mumkin, uni qanaqa naqshda chiqishini va qanaqa qirralari bor, shunaqa holatlarni bu yerga kiritib qo'ysangiz, miyasiga o'zi chiqarib bera olar ekan. Bu stanokni kimlarga tavsiya qilasiz? Umuman o'zi ishlab chiqarishni davom ettirmoqchi bo'lganlar, endi boshlamoqchi bo'lganlarga ham tavsiya qila olaman bemalol. Xo'p, buni hozir eng qalinligini so'ragandim. 0.8 mm dan qalinlikdagi 12 mm materiallarni bemalol bukib bera olar ekan. Qo'yilmi, sizdan hozir bitta liniyasini narxini so'ragandim, $12,900 ga tushadi deyishdi. Endi aynan bu $12,900 ga O'zbekistonga bormasligi mumkin. Bu hozirda Xitoydan turib oladigan narxingiz, lekin O'zbekistonga borguncha narxlar o'zgarishi mumkin. Nimaga desangiz, logistika xizmati bor, chegara xizmati bor, yetkazib berish xizmatlari bilan ozguncha narxlar qo'shilib qolishi mumkin. Endi bularni rangiga keladigan bo'lsak, ranglarini o'z tanlaysiz. O'z tanlaganingizdan keyin buni asosiy qilib beradigan ishi shunaqa holatlarda naqshlarni chiqarib beradigan apparat hisoblanar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? O'zimizda shunaqa apparatlar nech pul turadi? Bu yer arzonmi yoki qimmat? Shularni kommentariyga yozib ketsangiz juda xursand bo'lardik. Agarda shunday apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilishingiz mumkin.